Assalomu alaykum hammaga. Mana sizga hozir koreys PUBG'ga kirishni o'rgataman. Bu yerda menga birinchi bo'lib Play Marketga kirasiz. Va u yerdan Gamers VPN deb yozasiz. Men kitoblarga kiribman. Gamers VPN deb yozasiz. Mana shu yerda yashil mana shu programma shu VPN kerak. Yana menda chektirilgan olasiz, chektirib olasiz. Startga bosasiz. Serverga bosasiz. Mana server degan yer bor. Biroz vaqt qarashasiz. Internet yaxshi bo'lishi kerak. Mana bu yerda serverlarni ko'rasiz va u yerda mana Yaponiya deb turibdi. Yaponiya. Kontaktni bosasiz. Va ozroq qarashasiz. Reklama ko'rsatadi. Va mana ishladi, Yaponiyadan chekdi. Bu yerda chekkaningizdan keyin chiqasiz va Koreya PUBG'ga kirasiz. Mana menda Koreya PUBG. Meni videolarimni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Va indiki videoda qanaqa video chiqarishni aytib o'ting. Bu yerni sal qarashasiz kirish keyin. Bir kirsangiz keyin arkayn liboy vaqtda kelib o'ynab biladi. Mana menga kirdi. Mana koreys PUBG. Mana kirdi. Mana kiyimlari. Mobilnikidan boshqacha. Mana Bugatti'ni tekinga olsa bo'ladi. Mana skillar, arjalar. Bu yerda hujjatlar, ujalar, materiallar, tekin. Tekinga Bugatti'ni olishni o'rgataman keyingi videoda. Xayr, salom.